Avvalroq farg'onalik tabib Iqbol Soliyevning O'zbekiston Xalq tabobati assotsiatsiyasi tomonidan berilgan guvohnoma muddati tugaganiga qaramay, noqonuniy faoliyat yuritib kelayotgani aniqlangan edi. Sud qarori bilan unga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilgan edi. Bu haqda Farg'ona viloyat sudlari xabar bergan edi. Tabib ozodlikka chiqib, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali o'zi haqida tarqalgan ma'lumotlar yuzasidan raddiya bildirdi. Tabib 2024-yildan beri hujjatsiz faoliyat olib borgani haqidagi xabarlarga to'xtalib, bu ma'lumotlar mutlaqo yolg'on ekanini bildirdi. U O'zbekiston Xalq tabobati assotsiatsiyasi tomonidan Ro'zmuhammad Xonnazarov imzosi bilan 2025-yilga berilgan guvohnomani, Qozog'iston Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan taqdim etilgan hujjatni, shuningdek, tabiblik faoliyati uchun ruxsat beruvchi xalqaro sertifikatni taqdim qildi. Bundan tashqari, menga tabobat assotsiatsiyasi tomonidan berilgan muddatsiz guvohnoma ham bor. Unda sana ko'rsatilmaydi, deydi tabib. Shuningdek, tabibning yuristi Abdullajon Jo'rayev ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan ayrim axborotlar noto'g'ri va asossiz ekanini bildirib, tabibning guvohnomasi muddati o'tmaganini ta'kidladi. Yurist Iqbol Soliyevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-moddasi talablari buzilgani haqida e'tirozlarga ham izoh berdi. Tabib faoliyatini ommaviy targ'ibot sifatida baholash noto'g'ri ekanini, axborot tarqatish esa amaldagi qonunchilikda belgilangan huquqlar doirasidan amalga oshirilganini bildirdi. Qolaversa, Iqboljon Soliyev tabiblarga litsenziya talab etilmasligini, tabobat avloddan avlodga o'tib kelayotgan kasb ekanini, tabobat 1000 yillik tarixga ega bo'lib, zamonaviy tibbiyot esa nisbatan yangiroq ekanini qayd etdi. Shuningdek, tabiblarni maxsus tayyorlaydigan muassasa mavjud emasligini bildirdi. Bizga o'qishingiz kerak deyishyapti. Tabiblarni o'qitadigan odam bormi o'zi? Bizning ota-bobolarimiz shu ish bilan shug'ullangan. Biz ham ularning yo'lidan ketyapmiz, deydi tabib. Shu va shunga o'xshash qaynoq yangi xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, Xabarlar.uz kanaliga obuna bo'ling, hurmatli tomoshabin. Bir dona like bosishni ham unutmang.